ham ertadan boshlayman degan yolg'on bilan yashashdan charchadingizmi? Bugun rejalaringiz ertangi kunning yukiga aylanyapti va siz bu qopqondan qochib qutula olmaysiz. Prokrastinatsiya bu dangasalik emas, sizning qo'rquvingiz. Bugun siz bu qo'rquvni qanday sindirishni ko'rib chiqamiz. Nega biz ishlarni suramiz? Chunki miyamiz qiyin ishni ko'rganda u yerda og'riq va muvaffaqiyatsizlik xavfini sezadi. Siz mukammal bo'lishni xohlaysiz, lekin mukammallik bu taraqqiyotning eng katta dushmani. Siz ishning kattaligidan qo'rqasiz. Natija esa miyangiz sizni hissiy xavfsizlik uchun bo'sh suhbatlar yoki ijtimoiy tarmoqlarga qo'shib yuboradi. Prokrastinatsiyani yengish uchun iroda kuchi kerak emas, sizga tizim kerak. 5 daqiqa qoidasi o'zingizga ayting. Men bu ishni bor yo'g'i 5 daqiqa qila olaman, keyin to'xtataman. Eng qiyin boshlash. 5 daqiqadan keyin miyangiz qarshilik ko'rsatishni to'xtatadi. Ishni parchalang. Agar oldingizda katta tog' tursa, uni ko'tara olmaysiz. Uni mayda toshlarga bo'ling. 2 soatlik ishni 4 ta 30 daqiqalik qismga bo'ling. Mukammallikni o'ldiring. Yaxshi qilingan ish mukammal qilinmagan ishdan ko'ra yaxshiroq. Birinchi versiyani yozing yoki yarating. Keyin uni to'g'rilaysiz. Ertangi kun bu xom xayoldir. Hayot hozir sodir bo'lmoqda. Agar siz hozir shu videoni ko'rib bo'lgach, darhol eng kichik qadamingizni tashlamasangiz, demak siz o'zgarishni emas, o'zgarish haqida o'ylashni yaxshi ko'rasiz. Tanlov esa sizniki.